Xalqaro ekspertlarning xulosalariga ko'ra, O'zbekiston eng ko'p energiya sarflaydigan mamlakatlar qatoriga kiradi. Xususan, respublikamizda binolarning yakuniy energiya iste'molidagi ulushi qariyb 50% ni tashkil etib, 1 kvadrat metrga to'g'ri keladigan energiya sarfi Yevropa mamlakatlariga nisbatan bir necha baravar yuqori. Bu esa har bir xo'jalik, korxona va tashkilotda energiya tejamkorlikka jiddiy e'tibor qaratish lozimligini ko'rsatadi. Energiyani tejash va undan oqilona foydalanish oilalarning moliyaviy ahvoliga ijobiy ta'sir ko'rsatishi barobarida umumiy tizimning barqaror ishlashini ham ta'minlaydi. Toshkent viloyatida mazkur yo'nalishda olib borilayotgan islohotlar o'zining ijobiy samarasini bermoqda. Xususan, Bekobod shahrida istiqomat qiluvchi Ixtiyor Elqo'ziyev uyining deraza va eshiklarini yangilab, yoritish tizimini energiya tejamkor chiroqlarga almashtirdi. Shuningdek, quyosh panellarini o'rnatib, 10 kilovatlik quyosh paneli o'rnatdik. Naboda svet o'chib qolib, shamol bo'lmadi bo'lsa ham bizda svet bo'ladi. Nimaga deganda akkumulyatori bor. O'zimiz ishlatgandan tashqari oyiga yana tarmoqqa sotgan hisobimizga yoz kunlarida 1 milliongacha ham foyda ko'ryapmiz. Prezidentimiz mana sharoitlar yaratib berdi. Shunga uyda o'tirib mana shuncha daromad topishga harakat qilyapmiz. Yana qo'shimcha panellar qo'ymoqchi biz yana. 20 kilovatga chiqarib, davlatga yana qo'shimcha energiya sotishga harakat qilyapmiz. Qayd etilishicha, Bekobod shahrida deyarli barcha xonadonlarda energiya tejamkor chiroqlardan foydalanilmoqda. Bu esa elektr tarmoqlaridagi ortiqcha yuklamani kamaytirib, tizimning barqaror ishlashiga xizmat qilyapti. Hozirgi kunda Bekobod shahrida 28 mingtaga yaqin xonadonlar bor. Shundan 100% led lambalarga o'tilgan, energiya tejamkor chiroqlar o'rnatgan. Bu har bir xonadonda o'sha mablag'i tejalyapti. Hozir ikkinchidan bu tizimda barqarorlikka olib keladi. Bundan tashqari yana 300 ga yaqin aholi xonadonlarida quyosh panellari o'rnatilgan. Tadbirkorlar tomonidan ham 200 kilovatga yaqin. Mana ayni qish mavsumida barqarorlikka erishilib, avariyalar kamayapti. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyatidagi oilalarning 90% dan ortig'i LED chiroqlardan foydalanyapti. Hududda uy-joylarning energiya samaradorligini oshirish, quyosh panellarini o'rnatish hamda zamonaviy energiya tejamkor texnologiyalarini joriy etishga qaratilgan keng ko'lamli targ'ibot tadbirlari izchil olib borilmoqda.